Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz HTMLning ikkinchi darsini boshlaymiz. Birinchi darsda biz oddiy matn, sarlavha va ro'yxat yozishni o'rgandik. Bugun esa biz haqiqiy veb-saytlarda ko'pincha uchraydigan ikkita narsani o'rganamiz. Birinchisi jadval, table, ikkinchisi foydalanuvchidan ma'lumot olish uchun form. Bu narsalarsiz hech qanday sayt to'la bo'lmaydi. Masalan, maktab jadvali, internet magazin narxlari, misol uchun login, parol kiritish, hammasi shu asosda quriladi. Avval jadval nima? Jadval bu ma'lumotlarni tartibli holda joylashtirish vositasi. Masalan, haftalik dars jadvali bo'lishi mumkin, mahsulot narxlari, reytinglar, bularda barchasi jadvalda ko'rsatish qulay. HTMLda jadval yaratish uchun quyidagi teglardan foydalanamiz. Bu teglarni qo'yish uchun editorni ochib olamiz. O'tgan dars ko'rgandik. Va bu yerda o'tgan darsdagi kodlarimiz bor. Bularni o'chirib turamiz. Har doimgidek undov belgisi. Qo'yamiz, tayyor shablon berdi. Endi biz foydalanadigan teglarimiz table'dan foydalanamiz. Table jadvalni ochish uchun ishlatiladi. Eslab qollaring ham. Ikkinchisi tr tegi. Tr tegi jadvalni qatori, ya'ni table row deyiladi. Uchinchisi th bo'ladi. Buni yozib olinglar. Jadvalni sarlavhasi, ya'ni table head bo'ladi. To'rtinchisi td ishlatamiz. Td jadvalni katakchalari, ya'ni table date. Endi sizlar bilan bitta jadval qilaylik. Masalan, bu yoqqa bitta table ochib olishimiz kerak. Table ichiga border qo'yamiz. Border CSS kodi normalda. Endi bu table jadval uchun chiziqcha beradi. Buni ishlatishimiz shart. Ochamiz. Ikkita strelkaning ichidan kiramiz va trni ochamiz. Trni nima degandik? Jadvalni qatori degandik. Va uni ichiga thni qo'yamiz. Th esa jadval sarlavhasi. Ichiga yozamiz. Masalan, jadval nima bo'lishi mumkin? Kun deylik. Kun. Sarlavhalarda kun bo'ladi. Yana ichiga fan qo'yaylik. O'qish jadvalini qilamiz. Fan. Va ichiga th bilan vaqt. Yana vaqt, dars vaqtlari. Bularni qo'ydik. Va bu trdan chiqamiz. Bu tr hozircha tugadi. Ikkinchisi, yana bitta tr ochamiz. Va ichiga td bilan nima qilardi? Jadvalni katakchalari, ya'ni table date. Ichiga masalan yozaylik. Dushanba kuni, dushanba kuni matematika darsi bo'lsin. Matematika darsi va soat nechida? 9 da qilaylik. Ertalabki soat 9 da matematika darsi. Endi seshanba uchun qilamiz. Tr qo'ysak va trning ichida td qo'yayotgandik. Td jadval katakchalari edi. Eslaringda bo'lsa, bu th. Nimaga bu th, nimaga bu td desalaring, bu sarlavha, ya'ni jadval sarlavhasi. Masalan, kunga dushanba to'g'ri keladi. Fanga matematika, vaqtga 9. Chunki hozir chiqisini ko'ramiz Google'da, yaxshi tushunib olasizlar. Ikkinchi kun seshanba qilaylik. Td qo'yamiz. Bunda informatika bo'lsin. Informatika bo'lsin. Uchinchisida esa soat 10 da bo'lsin. Soat 10 da qo'ydik va bularni yopdik. Endi Ctrl+ni bosamiz. Bu jadval chiqisini qanday ko'rardik? O'tgan darsda tushuntirgandim. Faylimizga kiramiz. Bu yerda Google hisob bor. O'shanga kirsak, ko'rganlaringdek jadval tayyor. Endi ikkinchisiga o'taylik. Ikkinchi mavzu form edi. Form, bu
foydalanuvchidan ma'lumot olish uchun mo'ljallangan. Forumda ko'p saytlarda ko'rgan bo'lishlaring kerak. Masalan, saytlar kirsalaring, narsa sotmoqchi bo'lsalaring, sayt sizlardan emallaringni, parollaring, nomerlaringni kirishni so'raydi. Bu ham xuddi shu narsa, forum. Masalan, login qilish uchun, izoh qoldirish uchun, buyurtma berish uchun hammasi forum orqali bo'lardi. Forum yaratish uchun quyidagi teglardan foydalanamiz. Ularni o'chirib turaman. Quyidagi teg. Birinchisi forumni o'zi bo'ladi. Bu forum ochish uchun ishlatiladi. Ikkinchisi label bo'ladi. Bu maydon nomi. Kod yozayotganimizda, loyiha qilayotganimiz uchun olasizlar. Uchinchisi button tugmasi bo'ladi. Bu nom bilan button, ya'ni inglizchadan o'zbekchaga tarjima qilsalaring ham tugma degan nom chiqadi. To'rtinchisi input foydalanuvchi kiritadigan maydon deyiladi. Endi bitta loyiha qilaylik, yaxshi tushunib olasizlar. Aytilgandek, forum bilan ochishda ishlaymiz. Forum aksiyani o'chirib turamiz. Forumni qo'ydik. Ichiga label yozamiz. Label masalan nima qo'ysak bo'ladi? Buni forumga o'chirib turamiz. Bu keyingi mavzularni ichiga ismingizni kiriting. Har bir forumda ismingiz bo'ladi birinchi o'rinda. Ikkinchisida input qo'yamiz. Endi ism uchun inputda text ishlatiladi, type text. Ism familiya uchun text ishlatamiz. Bu yerga biri qo'yamiz. Biri nima degani? Biri ikkinchi qatorga o'tishlik uchun. Ya'ni kompyuterda enter deb bosasizlar-ku, past qatorga o'tadi. Xuddi shu gap. Endi yana bitta yozamiz. Label ichiga bu safar nima bo'ladi ichida? Email qo'yaylik. Forumlarda ko'pincha email ham ishlatiladi. Ko'pincha emas, har doim ishlatiladi. Ichiga input qo'yamiz. Input emailni o'zida type'iga alohida emailni anosi bor. Mana ko'rsalaring chiqadi, yozsalaring. Bunga ham biri qilamiz. Keyingi qatorga o'tish uchun yana bitta label yozamiz. Unga parolni qo'yamiz. Ya'ni email parol. Parol. Buni ham inputda o'zining inputi bor, shaxsiy. Inputda bu safar type'da password bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsalaring, ismda text ishlatdik, emailda o'zinikini ishlatdik, parolda password ishlatdik. Bunga xuddi shunday 2 marta biri qo'yamiz. Endi 4-tegimiz nima edi? 4-tegimiz button tegi edi. Button bu tugma degani, aytib o'tgandim. Bunga esa yuborish deb yozaylik. O'zlaring boshqa narsa qo'ysalaring ham bo'ladi, o'zlaring xohishlaring. Endi buni chiqtisini ko'ramiz. Ko'rganlaringdek yozganimiz ismingiz, yozsalaring bo'ladi. Yusuf, boshqa narsa, email ketadi, parolda e'tibor beringlar. Ko'rganlaringdek nuqtacha yashiryapti. Bossalaring ko'rinadi. Endi sayt yaratayotganda faqat kod yozish bilan ish bitmaydi. Har doimgidek CSS, boshqa narsa qilsalaring ham bo'ladi. Saytning qismlarini to'g'ri ajratish ham muhim. Buning uchun biz semantik teglardan foydalanamiz. Ya'ni header, nav, navigatsiya menyusi, main, asosiy content, footer, sayt oxiri. Buni kelajakda loyihalar, katta saytlar, ya'ni zakaz tushganda loyiha olganimizda o'sha yerda ishlatamiz. Buni tushunib olasizlar. Keling, shuni yozib ko'ramiz. Aytganimdek, header, ya'ni sayt boshi, nav, navigatsiya menyusi, main, asosiy content, footer, sayt oxiri degandim. Keyinlar buni alohida yozib ko'ramiz. Va chiqtisini ko'ramiz.
o'chirmasdan olay, bitta o'chirmasdan. Endi yozamiz header. Header nima degandik? Saytning boshi. Bunga yozamiz mening saytim deb qo'yaylik. H1 ichida mening saytim. Endi ikkinchisi nav degandim. Buni alohida tekka yozamiz va ichiga nav qo'yamiz. Nav ichiga ahref qo'yamiz. Bu yoqqa link qo'ysalar ham bo'ladi. Ko'rganimizdek, o'tgan darsda ko'rdik. Amazonnikini qo'ydik, eslaringda bo'lsa. Ahref. Ikkinchisi aloqa. Aloqani qo'ydik. Uchinchisi main. Mainimiz bordi. Mainning ichiga bu yoqqa text yozsak, bu yerda asosiy ma'lumotlar bo'ladi yoki bu yerda yozganimizda bu yerda asosiy ma'lumotlar bo'ladi. Ma'lumotlarni yozamiz. Yani sayt qilganimizda saytni mazmuni nimaga qilganimiz o'sha yozsa bo'ladi. Yoki reklama sayt bo'lsa, bozor sayt bo'lsa, o'sha bozorda masalan Blender sotayotgan bo'lsalar, nima qanaqa funksiyalari bor, o'shani yozib chiqsalar ham bo'ladi. Va footer qismi. Footer eng past degani saytning eng past, eng tagi. Buni ichiga ham yozamiz. Buni ichiga asosan saytlarda e'tibor bergan bo'lsalar, Instagram sahifasi, Telegram sahifasi, ikoni qo'yiladi. Ya'ni qaysi yil qilingani, masalan 2026 deb yozsak bo'ladi. Mening saytim deb qo'yamiz. Mening saytim. Endi buni chiqtisini ko'ramiz. Ko'rganlaringdek. Header ichi qo'yganimiz boshi, sahifaning o'rtasi, ma'lumotlar va oxiridagi footer qismi. Ko'rganlaringdek. Bugun biz nimalar o'rgandik? Bugun biz jadvallarda, forumlarda va sayt tuzilishini o'rgandik. Bu narsalar haqiqiy saytda doim ishlatiladi. Endi sizlarga vazifa, uyda qilib ko'rishlaring uchun o'zingiz haqingizda kichik sahifa yarating. Sahifada jadval, masalan sevimli kinolar bo'lishi mumkin yoki sevimli ovqatlar, fast foodlar. Forum bo'lsin, masalan fikr bildirish uchun yozadi insonlar. Forum qildik, xuddi o'shani qilsalaring ham bo'ladi. Sahifani semantik teglari bilan tuzing. Tayyor bo'lgach guruhga screenshot yuboring yoki lichkamga tashlab yuborasizlar. Yaqinda guruh ham ochamiz. Savollar bo'lsa yozing, keyingi darsda biz CSS ga kiramiz. CSS mavzusiga kiramiz va saytimizga rang beramiz. Hammaga rahmat, ko'rishguncha xayr.